70 metr kvadratga iborat kvartirani taklif qilsin. Ideal darajadagi remonti va mebellari bilan taklif qilsam nima deysiz? Kamiga juda ham keng va katta zali bo'lsa. Ana bu turgan joyimiz zalimiz. Zalimiz razmeri 6 ga 4 chiqib qoladi adashmasam. Chiroyli pardalalingan, o'yog'im sayt to'liq laminat qilingan tepa qismimizga baho berasizlar. Natijali va gipsokardon yo'qligida chiroyli ishlovlar bergan. Devorlarimizda super mo'yinlar bo'ldi. Hurmatli obunachilar, hamma uchun alohida bo'lgan sanuzorlar taklif qilamiz. Nimaga ko'pchilik bizdan so'raydi? Sanuzorlar alohida bo'lsin. Ko'rishlaringiz mumkin, hojatxona qismimiz dapatalka chiroyli kafelardan terilgan, suv isitgichlargacha mavjud. Koko firmasiga alohida bo'lgan ultraz rakvinalarni qo'yib qo'ydilar. Simistitlarni ham yaxshisidan qo'yganlar jigarlar. Hurmatli uy bekalarimiz, ayollarimiz shu kompaktniga bo'lgan kuxnyani taklif qilamiz. Kuxnyamiz ham juda ham keng va kattagina. Yetarli darajadagi mehr berilgan deb o'ylayman. Ana bu joyda issiqlik tizimini yaratib berishi to'g'ri kontrolli kotellarimiz bilan ustanovka qilib qo'yibdi. Issiq pol qilingan kvartiramiz. Jigarlar, uyimiz haqida to'liq ma'lumot bersak, 5 qavatli yangilik domli 4-qavat umumiy maydoni 70 metr kvadratdan iborat bo'lgan, o't idor remont qilingan. Devorlarimiz attachento yarmi esa yevro remont qilingan jigar. Narxi 45.500 AQSh dollar so'raladi. Jigar, mehnatim qadrlash imkoniyati like bosish, bitta yaxshilik qilishingiz mumkin. Xuddi yomonlik qilganda. Shu videomizni do'stingizga ulashib qo'ying.